Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli kuzatuvchilar, Instagramdoshlarimiz. Mana birinchi Isuzu'mizni yo'naltirdik. Bitta ko'rsatib qo'yasiz. To'ldi, naholasi yuklar. Endi ikkinchisini olib kirish arafasida biz. Naholasi tong sahardan jamoamiz bilan ishlarimizni boshlab oldik. Qo'llab-quvvatlab grupalarimizda, kanallarimizda kuzatib turasizlar albatta. Inshaalloh eng yaxshi ko'mirlarni oldik. Bir yo'li qoplangan tayyor mahsulotlarni haqqimizga, xalqimizning haqqiga duo qilib turasizlar. Do'stlar, mana naholasi ikkinchi mashinamizni olib kelib yuklashni boshladik. Naholasi kuzatib turgan eng munosiblarga yetib borishida jamoamiz bilan xizmatdamiz. Tog'a ko'pchilik ehson qildi ko'mirga deb. Siz qarzdorlar bor, farzand talablar bor, ish yurishmayotganlar bor. Siz chiroy qilib qarzdorlarni haqqiga duo qilib beringki, shu qilgan ehsonlari sabab qarzlardan xoli bo'lsin, najot bersin Alloh taolo. Duo qilib berasiz. Rabbim Alloh shu ehson qilayotganlar, qo'shnilarimiz va mahalla raislarimiz olib kelib og'ir olib ish qilayotganlar, yaratgan egam shularni qarzdorliklardan xoli qilsin. Qo'shnilarimiz Xudo xolasa bularni quruq qo'ymaydi, hammasi qarzdorlikdan xorij bo'lib topganlar to'lagan. Alloh akbar. Rahmat sizga. Xolis xizmatda yurgan Isuzuchi akalarimizni, aziz buvalar, xolis bu ishlarni qilayotgan, shu og'ir narsalar ko'tarib, sovuq kunida shularga ham martasi bo'lsin, o'g'il farzandlar ko'rsin, katta to'ylar qilsin. Alloh. Rahmat, sog' bo'ling hojida. Rahmat. Kelamiz xotirjam. Sog' bo'ling. 5 tadan halla qilamiz-da. Ha. Top qilib qo'ysak, 5 tadan bitta xonadonga. O aka o'tib olsinlar. Nodir aka. Tekis qo'yib. Bu ikki havasi banglab olish oson. Burada bu Kerakli yukda og'iri yo'q. Siz ha? Juda ko'pchilik duo talab bu ishda. Ha, ketaversak, mana ketaveradi. Jugan. Isuzu ham xolis xizmatda ekanmiz. Hammalaring eslanglar albatta. Mehnat ko'chirgan bo'lsa hammani mehnatini Alloh ag'dab ko'rib qo'yadi. O'zi muhtoj bo'lib turib ehson qilishdi. Qarzdorlar bor, befarzandlar bor, ish yurishmayotganlar bor, kasallar bor. Ozgina ehson qilishda shu xalqdan, shu odamlardan duo beringlar. Shu sabab bo'lsin, Alloh taolo bizning mushkullarimizni oson qilsin deyishdi. Shunga hozir bitta yuzda duo qilib berasiz. Ha, kiraylik. Narigi mahallada qarzdorlarning haqqiga duo qilib berdilar. Bitta tog'amiz. Endi siz uylarda, banisalarda, ko'chalarda yurganlar ham bor, ichida dardi bor. Shu kasallarning haqqiga duo qilib berasiz. Ehson qilganlari ko'p. Amin. Amin, ilohi amin. Qilingan ehsonlaringni Alloh dargohida taqabbal. Shu ehsonni bergan o'sha kasallar, bemorlarga, qarzdorlarga kimki nimasi bo'lsa, mushkuli bo'lsa, Alloh mushkulini oson qilsin, tanjonlarni sog' qilsin. Alloh bergan ehsonlarni Alloh dargohida qilib, sizlar birni bergan bo'lsa, ularga Alloh o'nni bersin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin sizlarga. Prezidentimizga ming rahmat shu nimalarni uyushtirib nima qilganiga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ma'qul keldimi? Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'lingsiz, yaxshimisiz? O'tiribsizlarmi? Xonadonlar tinchmi? Rahmat. Qiyinchiliklar yo'qmi qishda? Nima yoqyapsiz? O'sha ko'proq banisada yotganlar. Yakka yolg'izlar, hech kimlari yo'q. Banisadami deysiz? Ha, turmushga bergan. Ha, Andijonga berganlar turmushga qizlarini. Banisadami deysiz? Nima kasal bo'ldingiz? Davliyam hozir ham baland. 10 kun yotganim uchun javob beryapti. Ha, umringiz uzoq bo'lsin. Andijonda yotdim, endi qizimga yaqin qaragani, kelib turgani deb. Ha, xabar olgan. Ko'mirlaringiz bormi? Yo'q, qayerdan olaman? Ko'mir tushirib beramiz, xursand bo'lsangiz agar, ha? Maza qilib yoqasiz. Yo'q demayman, pechkam ham bor.
hech yoqolmayman shu ko'mirni nima qilib mana bular ham guvoh bilishadi. Aylam salomat bo'ling. Endi ular bo'shasa kelishyapti, yo'q kelmayapti, bas keladi endi sizlar birovni xasmitilar. Albatta. Qilib berdi Ha, xudo xolasa. Eng zo'rlarni terdirdik, maza qilib yoqing. Rizqlaringizga, pulingizga baraka bersin. Martabalaringiz bundan ham baland bo'lsin. Sog' salomat yuringlar iloyim. Nima niyat qilsalar, niyatlaringizga yetib keling. Bitta kuzatuvchilarimiz bor-da, chet eldan pul tushirishdi. Shunaqa odamlarga ko'mir olib beringlar deb. Men hozir opam ham duo qilib berdilar. Befarzandlar bor. Shu befarzandlarning haqqiga bitta duo qilib bersangiz. Iloyim ser farzand, ser davlat bo'lishsin iloyim. Bolalarni ko'paytirib, uylar bozor bo'lsin iloyim. Sog' salomat yurishsin. Ser farzand, ser davlat. Nima niyat qilsa, niyatlar Allohim beradi. Xudo xolasa inshaalloh mana shu kunlarda Xudo xolasa yangiliklarni eshitasiz. Allohga sog' bo'ling, ilohim duolaringiz ijobat bo'lsin. Bizga odamlar duo qilibdi, Xudo xolasa beradi Alloh. Ilohim sog' bo'ling. Qarzdorlar bor. Befarzandlar bor. Mushkuli borlar, kasal yotganlar, musofirda yurganlar duo so'ragan. Har bittalariga hududlarga borib sizlarga o'xshagan nuroniylardan duo olib kelyapmiz. Befarzandlarga duo qilishdi, qarzdorlarga, kasallarga duo qilishdi. Endi siz umumiy qilib shu mushkuli borlarda bitta duo qilib berasiz, a? Amin. Hayr ilohim, ey qodir egan, yakkasan yagonasan. Qudrating kengdir, karaming ulug'dir. Hozir va nozirsan, o'zing ko'rguvchi, bilguvchisan. O'zingdan o'zgaga asli ham muhtoj qilmagan. Qo'yo nima niyat talabda qilingan bo'lsa, talab mahsullarini Alloh taolo g'azina-i dafinini ato qilgin. Barchalarini ham o'ylab yurgan maqsadlariga Alloh yetishlikka o'zing muyassar qilgin. O'zingdan o'zgaga asli ham muhtoj qilmagin. Islomda barqaror qilgin, sobit qadam qilgin. Qo'yo xudomonda bola chaqalarni orzu havaslarini ko'rsin. Ular ham o'ylagan maqsadlariga yetishlikka Alloh o'zing muvaffaq aylagin. Sog' bo'linglar sizlar ham. Ha, sizlar ham xizmat qilyapsizlar endi. Alloh o'zidan adashtirmasin. Nima niyatlaring bo'lsa, talablaringni Alloh taolo g'azina-i dafinasidan ato qilsin. Hamisha hamro'zi panohida asrasin. Qilayotgan ishlaringni rivojigorini bersin, barolini bersin. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم. Sog' bo'linglar sizlar ham doim. Sizga ham rahmat. Ko'mir bor ekan. Hadiya qabul qilsangiz. Siz yo'qlab. Rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. O'ylanib o'tirdim, nima qilay ekan, o'tin ko'mirga qanaqa qilib borib kelay ekan deb o'tirdim. Rahmat bolajonlarim. Rahmat. Hozir o'ylasangiz qishki mavsumda eng muhtojlik bo'layotgan har bitta xonada ko'mir ekan. Odamlar tashvishi issiqlik. Ashanaqatan mana hozir aytayapman, o'ylanib o'tirdim joningiz. Salomat bo'ling xola. Buni xola xalq bilan birlashib qildik. Ko'pchilik pul berdi. Uyda sahobga qolibsizlar mana. Bunga befarzandlar ihson qildi, duo qildi, farzand bersin Xudo deyishdi. Mushkuli borlar bor, qarzdorlar bor, kasallar bor. Ihson qilib shu yosh ulug'larimizdan duo beringlar deyishgan. Shularga bitta duo qilib berasiz endi. Amin. Tanjonlari sog' bo'lsin iloyim. Bizni mahsna qilib yo'qlabdi. Alloh ular yo'q. Birlariga min bersin. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Tanjonlari sog' bo'lsin. Birlariga min ber. Doim sog'i salomat. Sizlar ham shular qatori. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling sizlar. Bir xilda zo'rini terdirdik. Maza qilib yoqasiz. Aynalib ketadi. Aynalib ketadi. Rahmat. Salom. Menga mashmada tog'da og'darib berdilar. Hozir juda xursand qildilar. Rahmat. Juda o'zim o'ylanib 5 qop ana. Maza qilib yoqasiz. Aynali bolajonlarim, kiringlar, choy ichib ketasiz. Rahmat, sog' bo'ling, yaxshi o'tiring. Nogironligingiz bormi? Oyog'ingiz og'rir ekanda, bo'l. Ha? Masjidga tur. Xudo shifo bersin, mayli. Ajri bor. Mana bir xilda terilgani. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Men ko'rganim keldim. Albatta rizqingiz bor ekan. Sog' bo'ling. Alloh ularning umrlariga hamma yo'lini Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling siz ham. Ko'rmagan o'tib keting. Ayig'lis. Ta'sirlanib turiblar. Bitta qo'shni oilaviy umraga borib ketdi. Keyin bizni ham chaqirsin deb o'zi endi yig'lab turiblar. Borasiz Xudo xolasa. Nimaga? Bu odamlar sizga ehson qilib, siz duoyingizni olaman deyapti. Xo'p, opa, qayinta ko'pchilik ehson qildi-da, farzand talablar bor. Ayting,
duo qilishsin, farzand bersin Xudo deyishdi. Mushkuli borlar, qarzdorlar, ish yurishmayotganlar bor, befarzandlar. Shular haqqiga bitta duo qilib bersangiz. Amin. Bizga ehson qilganlarni ishlari yursin, kasb-korlariga Alloh barakotini bersin. Alloh farzand ko'rmaganlar farzandli bo'lsin. O'zi najot bersin Allohim. Qizlarga najot, bolalari yo'q bo'lganlariga farzand bersin Allohim. O'zlaridan ko'payib yursin, hojilarga borishsin Allohim. Niyatlari yetsin Allohim. Kasb-korlariga Allohim barakotini bersin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va qina azaban nar. Rahmatga rahim. Qarzi borlarga najot bersin Allohim. Hojilarga borishsin. Musofirlarga, yurtlarda yurganlarga tan joni sog' bo'lsin, umri uzun bo'lsin, rizqi yo'q bo'lsin Allohim. Kasb-korlariga Allohim barakotini bersin. Umraga borgis kelib yig'ladingizmi? Xo'jayingiz bormi? Yo'q, yo'q. O'zingiz? Qizlar, bir dona qizlar bor, turmushga berib yuborganlar, qiz kelib ketib turadi. Endi obunachilar bor, kuzatuvchilar, ba'talar umra hadya qilsa borib kelasizmi? Boraverasiz? Xudo xolasa. Chiqadi umraga olib beraman deganlar, saxovat pesh insonlar ko'p. Umra padarka qilib yuborsa, kelib Xudo xolasa. Hech narsa basda Xudo chaqiraman desa, kim sabab qilishini bilmaymiz. Borib haqqilariga duo qilib kelasiz. Rahmat. Ana 5 qop bir xilda terilgan zo'ridan qilib berdilar. Mazaqi yoqinglar-a o'zlaring. Sog' bo'ling. Biz sababchi ko'ryapsiz, ko'pchilikdan pul yig'ib shunaqa qilyapmiz. Boring qalin kiyim oling, shapkangizni kiying. Ha, eson bo'linglar. Tinchmisiz tog'a? Rahmat, eson bo'linglar. Rasmga videoga qo'ying. Choy poy oshpoz qilib endi. Tinch bo'ling. Ko'mir bor ekan. Juda ulug'da aka. Xalqimiz birlashib shunaqa ish qildik. Juda ulug'da. Maqsad birgina. Qarzdorlar bor, kasallar bor, befarzandlar bor, mushkuli borlar. Shularda haqqiga duo olish maqsadida. Ilohim, sen duo qilib beradi. Nima niyat bo'lsa niyatlaringga to'ylar, salovat bo'linglar, eson bo'linglar. Ilohim sog' bo'lib yuringlar sizlar. Shu maza qilib yo'qinglar. Eng zo'rini oldik. Hokasi yo'q. Hoka bo'lsa ham yozdirib qo'ydim aslan Kamolga borsam borsam yangi yildan keyin bir ochilib keladi. Aytdim yozda ham olib qo'ysam bo'lar ekan, men bilmagan ekanman buni dedim men. Ha, eson bo'linglar, rahmat olsun. Sog' bo'ling. Mana o'sha Xudo dillariga soldi, qalblariga soldi, mana keldi. Ha. Endi u chaqirib qolsa ham, ha. O'shalarda haqqiga duo qilib. Ha, sanjoylari sog' bo'lib. Ha, albatta jamoamiz ham haqqiga bir duo qiling, xolis xizmat qilishyapti. Sanjoylari sog' bo'lib, yaxshilik Alloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tog'a, maza qilib o'tiring. Sog' bo'ling. Do'stlar, mana biz kimlarga ehson tarqatyapmiz? Ta'riflashimiz hojati yo'q. Holatni ko'rib turibsizlar. Ko'mirga o'zi ehtiyoj bormi? Ha, ehtiyoj. Bir qop kelib, tugasa yana olib kelaman. Mana Xudo xolasa ancha yoqasiz endi. Bu ehson qilgan odamlar musofirda yurganlari ham bor. Qarzdorlar bor. Befarzandlar bor. Duo qildiringlar, bizga ham farzand bersin deyapti. Biz ham batay ijara turibmiz. Bo'shatinglar degan batdan chiqishimiz kerak. Ijarada yashayapsizlar? Ijarada. Ijara turibmiz, endi uy topilsa, bitta shunaqangi narsalarga pul olmasdan 5 4 yil turdik. Pul bermaysalar degan turdik 4 yil. Ya tinchlik-ku, shunaqa qilgan. Ha, endi sinovda, to'g'ri. Balki o'shancha pulingiz bo'lsa, tinchligingiz bo'lmasa, g'am bo'lsa. Qarang, o'sha puli bor odamlar siz bilan bizga o'xshagan odamlar topib duosini olyapti-da. Ehson qilgan odamlarda har birining mushkuli bor. Xizmat. Aytdim, befarzand, qarzdor dedim, kasal. Shular haqida duo qilib berasiz, to'g'ri. Hammalarini ishiga omad kelsin. O'zingizga yurishga duo. Allohu akbar. Sog' bo'ling. Yo, ashi duo ijobat. Qalbdan chiqqani bir og'iz gapi ham ijobat. Na, demak, yaxshi mayli. Vaqtinchalik bu. Farzandlaringiz bir omad kelib qoladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'mirga
suv qo'yib beraman, bu ham yonadi. Bu nima bu? Hoka. Hokani uyutib, ko'mir qilib qo'ygan. Hokani uyutib ko'mir qilib bergan. Ko'mir yo'qligida. Ko'mir yongandan keyin buni qo'yib beraman, bu ham 3-4 soatga turaveradi. Ko'mirni ustiga qo'yib beramiz. Hali rosa yonmagandan keyin. Yaxshi. Vatan bilan ijaraga Shipirgiz bormi? Shipirgiz eski bo'lsa ham ko'mir ushbu olgan. Do'stlar, ko'ryapsizlar, biz qanday xonadonlarga yetkazish taraddudidamiz. Inshaalloh duoda bo'lib turibdi. Do'stlar, mana alhamdulillah kunni yarmiga kelganda bitta Isuzu'mizni ham bo'shatib tugatdik. Xudoning bilan bir ajoyib baraka kirib ketdi. Aytilgan joylarga, manzillarimizga ortig'i bilan tushirsa ham yana bir qanchasi ortib qoldi. Albatta Alloh taolodan va siz azizlarni misqollab yiqqan peshana tellaringni halolligidan namunaki tarqatib ulgurmadik, berib tugatalmadik. Bitta Isuzu'miz tugadi. Hali ham bittasi qarab turibdi. Salomat bo'linglar hammalaring.